Nimaga Sukuna aynan Megumiga qiziqib qoldi? Jo'digarlar jangi boshida Gojo bilan birinchi marta urushgandayoq Sukuna o'rtadagi katta kuch farqini sirazi sezgandi. Hatto hamma barmoqlarini qaytarib olgan taqdirda ham bu farqni yopolmasligini bilardi. Nima bo'lganda ham Gojo baribir qachondir uning yo'lidan chiqadigan yengilmas devor edi. Shuning uchun Gojoning aytgan gapi 100% to'g'ri. To'liq kuchga kirganida ham Sukuna Gojoga faqat ozgina muammo tug'dirardi xolos. Lekin endi vaziyat umuman boshqacha. Gojoning kuchi vabshe dahshat, lekin Megumining 10 ta so'ya texnikasi unga qarshi zo'r ishlaydi. Tarixga qarasak ham, xuddi shunaqa kuchga ega bo'lgan oxirgi shamanlar urushib, oxiri bir-birini o'ldirishgan. Sukuna bilan Mahoraga jangi ham bu texnika qanaqa yirtqich ekanini isbotlab qo'ydi. Oxiri borib, hammasi shamanning o'zida qancha la'nat energiyasi borligiga taqaladi. Sukuna esa la'natlar qiroli-ku. Bu yog'i tushunarli-ku, to'g'rimi? Lekin gap faqat texnikada emas. Gap uni qanaqa ishlata olishda. Megumi o'zidagi bu kuch nimalarga qodirligini o'zi ham to'liq bilmasdi. Sukuna esa bundan zo'r foydalandi. Bu orqali faqat Gojoga qarshi turishni emas, balki undan Gojo umuman kutmagan xavfli qurol yasab olishni ko'zladi. Chunki ba'zida qalin devorni urib sindirishdan ko'ra, uni shunchaki aylanib o'tgan osonroq.